Yuragi to'xtab qolgan, 5 minut yuragi to'xtadi dedi. To'xtagandan keyin ular elektroshok bilan urdirib yuborganda, u ungacha miyaga qon bormasdan, miyada achok bo'lib, shish berib, komaga tushib qolgan. 4 oy shu yerda yotdim. Eski tashmin oldida hech narsaga qaramadim. Qizim yaxshi bo'lib ketadi. Yo'q, meni qizim hozir ko'zini ochadi, hozir ochadi, hozir ochib qoladi, hozir uyg'onadi. Hozir uyg'onadi deb 3 oy komada yotdim. O'zim biladi, birov taniydi, hech kim tanimaydi, ham hech narsa, yangi tug'ilgan chaqaloqday bo'lib, bir og'iz bir marta kelib, mana shuna qilib qo'ydik biza. Nima yordam kerak, dori kerakmi, ukol kerakmi? Bir og'iz so'ragan mana shu klinikadagilar. Operatsiyaga qizim 18 million pul to'lagan ekan. O'sha pulni ham qaytarib bermadi-da. O'sha pulni ham qaytarib bermadi. Siz dedi, davom yo'q, bu klinikaga nisbatan hech qanday davo qilmayman deb yozib bersangiz, o'sha 18 millioningizni qaytarib beramiz. Ular kelmadi, sudga ham kelmaydi, vobshim kelmaydi, sudga chaqiradi ham hech qaysi kelmaydi. Yalinib 100 marta borsam, охранасini chaqirib meni eshikdan chiqarib yubordi. Mayli, xunuk burun bilan yuringlar, xunuk bo'lsa ham mayli shu burunlaringiz dedim. Chiroyli bo'lmaylar, lekin mana shunday ahvolga tushib qolib, ota-onalaringizni, oilalaringizni qiynamanglar.